Tabriklasalar ham bo'ladi. Bir haftalik dam olishdan keyin Jijime Birato'la Ultimate Royale'ga comeback bordi. Va ko'rib turganinglardek bu yerda shaytonbeylarni ham bitta janini achitishni boshladi. Lekin oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin lekin kattagina problema qiynashni boshladi. U ham bo'lsa odam topish. Mana hozir ham butun Erangelda 80 soat aylangani uchun bittagina odamni zo'rg'alatdan topib oldim deb o'zimcha siqilib yurganimda haqiqiy situatsiya boshlanib ketdi. Ya'ni hozirda otib qo'ygan jigar go'shtami sheriklarga ko'zim tushib qoldi. Demak, endi nima qilish kerak? Kanishni qulay pozitsiyaga chiqib olish kerak. Dedimda darro'da toqqa qarab chiqib ketdim. Va mana biz kutgan somsabeylarimiz ham keldi. Endi qurt bosgan miyamiz ishlatgan holda chiroyli kutib olishimiz kerak. Kachoybeyimizni yuragini surib oldim. Tepaga qarasam bittagina odam yuribdi. Demak, chalg'itib tolar usulimizni qo'llab ko'ramiz. Hozir dimda o'zim turgan joyga tashab turib orqadan aylanib o'tdim. Raqibimiz bo'lsa bunga aldanib qoldi. Shuning uchun orqasidan borib po'kilatib qo'ysa ishimiz hal. Mana men nima dedim? Jijime bu yog'iga taktikalar qira oldi. Ash bo'yicha odamimizdan mana hali ham aylanib yuribmiz. Va shu paytda uy ichidan guppilagan ovozni eshitib oldim. Baxtimga sherigim ko'timi kuydirvardi, lekin baribir kill o'zimga yozildi deb xursand bo'lib turgan mahalimda 4-sherigimni betini ko'tiga yopishtirib bir yo'la dabitga ham o'ynashvardi. Yaxshiyamki o'ta qattiq kamandan bor, alamimizni oldik. Zona bo'lsa qisqargandan qisqarib ketdi va oxirida bitta kamandaga qarshi qolib ketdik. Ultimate Royale'da bitta oltin qoidasi bor. Noch qildingmi, darrovda push qil degan maqolga biz ham amal qilgan holda darrovda push qildik. Lekin shaytonbeylar qulay pozitsiyani egallab olgani uchun diktatorda janini achitib qo'yishdi. Lekin biz hali o'lganimiz yo'q. Alamimizni olmasdan qo'ymaymiz. Mana aytganimdek to'p bilan bizniki bo'ldi. O'zbeklarda otish afg'onlarga emas. Sheriklarim ham xursand, men ham xursand. Endi reklamani boshlaymiz. Agar sizga ishonch topgan savdo kerak bo'lsa, albatta diktator mini selda tavsiya qilaman.